Tercelo shinalarimiz. Cross season model. 4 ta faslga mo'ljallangan 4S. Euro size bayroq qo'yilgan, bekorga emas. Yevropa standartlariga javob beradi degan ma'noda. Ovoz, ya'ni shumliligi 71 detsibel. O'rtacha hisoblanadi 71 detsibel. Tercelo yonida ham yozilgan. M+S yozib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mode plus snow anglizchasiga. O'zbekchaga o'girganda loyli yo'llar va qorga mo'ljallangan. Undan tashqari alohida mana qor rasmi qo'yilgan. Sinjib turibdi. Four season yonida ham yozig'i bor mana 4 ta fasldagi. Balonimizning skorostnoy rejimi V, ya'ni 240 skoroskgacha bemalol ko'taradi. Quyosh rasmi qo'yilgan. Bir tarafda qor rasmi bor. Ya'ni все сезоны demoqchi to'liq. Traction A, temperatura A. Bu A seriyaga kiradi ikkalovi ham. A, B, C, D deganda bularda A birinchisi. Yaxshisi hisoblanadi. Treadwear degani 420, ya'ni balonni protektorning yedirilishini hisoblaydigan joyi bu. O'rtacha hisobda bizning O'zbekiston yo'llariga 80 ming probegi bor balonni. Xo'p, balonni protektoriga keladigan bo'lsak, archa gulli ko'rib turibsizlar. Archa bo'lganda hamki ariqlari, ya'ni kanali oxirigacha to'liq ochiq. Bu degani akvaplaniyasi yaxshi, ya'ni suvni kesish xususiyati yaxshi. Yog'ingarchiliklarda o'zini zo'r ushlaydi balon. Undan tashqari balonning yumshoqligi ham joyida, mana ko'rib turibsizlar. Yumshoqqina, barmog'im bilan kirib ketyapti ezilganda. Komfortli balon. Kap good.